Toshkentga tekan to'g'rilanib ketmoqda. Kimdan kim ketadigan bo'lsa, xudo xolasa ishonchli nomerlar qo'yamiz. Ukamiz rahmatulloh mana xudo xolasa endi bugundan mash kanalda olib boradi. Xudo xolasa mash bolaga berdi, kanalda hamma yo'lda xudo xolasa ishonchli qilib, daviraga kirib, chiroyli ana qiladi. Hozir avtobus holatini ko'rsatamiz. Mana ukamiz yuradi. Mana avtobuslarimiz komfort talabga javob beradi. Bagajga pul olinmaydi. Yuravering. Mana avtobus ichki holati o'ta go'zal, ideal sistemada. Kimdan kim ketadigan bo'lsa, bemalol ishonchli nomerlar qo'yib qo'yamiz, telefon qilib bog'lanasizlar. Bu avtobusimiz yaxshimi? Misol konditsioner ishlaydimi? Hamma yo'q ishlaydigan. Fluk. Xudo xolasa. Kameralar bor, televizorlar bor, bemalol. Xudo xolasa ishlaydi. Akalarimiz ham ketyapti, xudo xolasa. Xudo xolasa mana Zoya aka blogerimiz ham ketib qolgan. Akalarimiz ham mashida. Akalarimiz xudo xolasa komfort, mana muzdan suv ichib ketyapti. Shep, nima deysizlar bu vatandoshga? Холодильник бар. Aha. Одноразовый тапочка beradi ekan. Нормально. Xudo xolasa. Реально ketib qoladi. Aka nech pul bersa eng muhim aka? 5000. 5000 pul bersa aka. 5000. Yaxshi aka, ma'qulmi avtobus? Buna jigitga sar jetpag'an edi 3000 ga ketdi. Молодец. Mana akalarimiz Navoiyli hali akamiz gapirib bergan. Aka, assalomu alaykum. Qayerdansiz? Toshkentda. Nima deysiz aka bu vatandoshlarga? Toshkent avtobusimi ekan? Gap yo'q. Kesinmi? Kelaversin. Nech pul bersa aka siz? 5000. Ha, bu ya mana 5000 bergan. Avtobus narxlari 5000 rubldan, xudo xolasa rahmatulloh ukamiz bugundan olib boradi. Bemalol nomerlarni qo'yib, telefon qilib bog'lanasizlar akalar ukalar. Kanaliga ham o'tib, like, kommentariya bosish esdan chiqmasin.